Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Efirda Munosabat tok-shousining navbatdagi soni. Shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish bugungi raqamli voqelikda jamiyatning muhim ehtiyojlaridan biriga aylanmoqda. Demak, siz anglaganingizdek, bugun shaxsga doir ma'lumotlar nima ekanligi, shaxsga doir ma'lumotlarni qanday saqlash va muhofaza qilish kerak ekanligi, bunga kimlar mas'ul va umuman bugungi global jamiyatda shaxsga doir ma'lumotlarni asrash masalasi bo'yicha vaziyat qanday ekanligiga bugun ekspertlar bilan birgalikda oydinlik kiritamiz. Ayni shu soha vakillarini, ayni shu yo'nalishda faoliyat olib boradigan ekspertlarni taklif etganmiz. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Va dastur avvalda diqqatimizni monitorga qaratamiz. Shaxsiy ma'lumotlar deganda nimani tushunasiz va sizning shaxsiy ma'lumotlaringiz himoyalanganmi? Shaxsiy ma'lumotlar deganda faqat o'zimga tegishli ma'lumotlarni tushunaman, lekin bugungi kunda unchalik himoyalangan deb bilmayman shaxsiy ma'lumotlarimni. Sababi Google'ga, o'sha ijtimoiy tarmoqlarga unchalik ishonish menimcha noto'g'ri. Bank hisoblarimiz bo'lishi mumkin, pasport ma'lumotlarimiz bo'lishi mumkin, shaxsni tasdiqlovchi hujjatlar bo'lishi mumkin. Pasport ma'lumotlari, kartalari. Shaxsiy ma'lumotlarimiz deyarli 90% telefonimizda joylashgan. Agar telefonimiz serverlariga masalan birorta bir hozir Telegramda ko'payib ketgan, boshqa masalan kiber jinoyatchilar masalan qo'shilib bizani ma'lumotlarimizni o'g'irlashi mumkin. Ismim, familiyam yokida pasport raqamlarim yoki bo'lmasam plastik raqamlarim bu mening shaxsiy ma'lumotlarimga kiradi. Hamma inson himoyalashi kerak bo'lgan narsa deb tushunaman buni. Shaxsiy ma'lumotlarim himoyalangan deb o'ylaysizmi? Endi qaysidir ma'noda hal. Albatta, men o'zim shaxsiy ma'lumotlarim himoyalangan. Himoyalangan deb o'ylayman. Himoyalangan, to'liq himoyalanmagan. Misol uchun hozir ChatGPT bor-ku, misol uchun o'zimizni pasportimizni dalillarini kiritganda qanaqadir kredit olib olish ham mumkin, nimadir qilib olish mumkin. Rasmni chunki jonlantirish imkoniyati bor-da ChatGPTda, o'shaning uchun. Shaxsiy ma'lumotlarni himoyalash uchun nima qilish kerak deb o'ylaysiz? Shaxsiy ma'lumotlarni himoyalash bo'yicha tushuncham yo'q lekin. O'ta shaxsiy ma'lumotlarni o'sha ijtimoiy tarmoqlarga joylamaslik kerak. Shu parollar qo'yib, boshqa hech kimga aytmaslik kerak. Birovga aytmaslik kerak-da, masalan, APK fayl jo'natyapti, shunda ochsangiz karta raqamingizni yo'llanishi mumkin yoki akkauntingizni egallab birovga jo'natib yuborish mumkin. Birinchi o'rinda o'sha karta raqamingni SMS keldimi deb turib so'rasa, bermaslik kerak. Plastikga keladigan bo'lsak, odatda ko'pchilik 4 talik parol qo'ysa, men o'zim 8 talik parol qo'yganman. Juda ham ishonchli, himoyali. Shaxsiy ma'lumotlaringiz o'g'irlansa, kimga murojaat qilish kerak deb o'ylaysiz? Inson huquqlarini himoya qiluvchi organga. Menimcha Ichki ishlar vazirligining kiberxavfsizlik bo'limiga murojaat qilsam kerak. Mana lavhani kuzatdik va yurtdoshlarimizning turli yosh qatlamlaridan so'rov o'tkazilganda turli javoblarga guvoh bo'lyapmiz. Qaysiki shaxsga doir ma'lumotlar aslida nima ekanligi bo'yicha bu yerda bundan tashqari himoyalangan yoki himoyalanmagan kabi savollar bilan murojaat qilinganda ham har xil javoblarni olyapmiz. Umuman olganda bugun bizning jamiyatimizga shaxsga doir ma'lumotlar nima ekanligi va uni himoyasi qanday bo'lish kerakligi haqida tushuncha meni nazarimda biroz kamroq baribir. Keling, dastur avvalda shaxsga doir ma'lumotlar deganda o'zi biz nimani tushunishimiz kerak, ana undan keyin qolgan masalalarni gaplashamiz. Marhamat. Darhaqiqat barcha sohalarda raqamlashtirish avj olgandan keyin bugungi kunda shaxsga doir ma'lumotlarning ahamiyati ham oshib bormoqda. Shularni inobatga olib O'zbekiston Respublikasida ham shaxsga doir ma'lumotlar to'g'risida qonun qabul qilingan va shu qonunda tushuncha berilgan, ya'ni shaxsga doir ma'lumot degani muayyan jismoniy shaxsga tegishli bo'lgan hamda uni identifikatsiya qilish imkonini beradigan elektron bosma yoki boshqa moddiy jismdagi ma'lumot bu shaxsga doir ma'lumot. Yuqorida so'rovnomada ham ko'rdik, hammada har xil tushuncha. Aynan identifikatsiya qilish imkonini beradigan ma'lumot nima bo'lishi mumkin? Darhaqiqat bu bizning pasport ma'lumotlarimiz. Ya'ni ismimiz bu shaxsga doir ma'lumot bo'la olmaydi, chunki juda ham ko'p uchraydi. Bizga berilgan o'sha pasportdagi jismoniy shaxsiy identifikatsion raqami yoki pasport seriya raqami yoki boshqa turdagi hujjatlarimiz bor, masalan haydovchilik guvohnomasi bor, chetga chiqish pasporti bor. U yerdagi barcha raqamlar bizni identifikatsiya qila oladi, ya'ni o'sha davlat organlari ma'lumotlar bazasidan tekshirganda bizni kimligimiz, qachon tug'ilganimiz barcha ma'lumotni olish mumkin. Uni saqlash borasida faqatgina mas'uliyatni davlat organlariga tashlash to'g'ri emas. Nega desangiz, mana shu qonunchilik hujjatlariga asosan har bir davlat organlarigina shaxsga doir ma'lumotlar bazalarini yuritishi mumkin. Lekin mana shu raqamlashuv natijasida endi ko'pgina xizmatlar
onlayn formatga o'tyapti-ku. Mana shu onlayn formatga o'tganda ayrim tijorat tashkilotlariga shaxsga doir ma'lumotlardan xizmat ko'rsatish maqsadidagina olishga ruxsat berildi. Ya'ni u ham точечно, ya'ni bitta so'rov bo'ladi, bitta javob keladi. Bunga misol sifatida aytish mumkin, bugungi kunda hammamiz agar mashina haydovchisi bo'lsak, sug'urta polisini rasmiylashtiramiz. Sug'urta polisi rasmiylashtirganda avvalgidek ism, familiyamiz, barcha pasport ma'lumotlarini qo'lda kiritib o'tirmaymiz. Biz o'sha shaxsga doir ma'lumot, ya'ni JSH raqamimizni kiritamiz va ma'lumotlar bazasidan bizni ism, familiyamiz, yashash joyimiz, haydovchilik guvohnomasi to'g'risidagi ma'lumot, tug'ilgan yilimiz barchasi chiqib keladi. Xuddi shu tarzda davlat organlari ma'lumotlar bazasini saqlashga yetarlicha e'tibor beradi. Bu to'g'risida soatlab gapirish mumkin. Men o'ylaymanki, bugungi ko'rsatuvda muhim bo'lardi fuqarolarning o'ziga tegishli bo'lgan shaxsga doir ma'lumotlarni himoyalashda nimalarga e'tibor berish kerak? Tushunarli. Hozir biz saqlash haqida yana batafsil to'xtalishga imkoniyatimiz bo'ladi. Mana hozir biz shaxsga doir ma'lumotlar nima ekanligini bilib oldik. Demak, bu pasportdagi ma'lumotlarimiz, ism, familiyamiz, sharifimiz, o'sha identifikatsion raqamlarimiz, to'g'rimi? Yo'q, ozgina xatolik bo'ldi. Shaxsga doir ma'lumotlarda bizdan identifikatsiya qiladigan ma'lumotlar bor. Ya'ni identifikatsiya qilishga xizmat qiluvchi to'g'ri, lekin bizning familiyamiz, ismimiz yoki o'sha nima deydi, otamizning ismi bu bizga shaxsga doir identifikatsiya ma'lumoti. Endi u yetarli emas, uni o'zi hisoblanmaydi. Chunki qo'shimcha bo'lishi mumkin. To'ppa-to'g'ri aytdingiz, pasportlarimizda biz uchun unikal har bitta fuqaro uchun berilgan. Ya'ni o'sha jismoniy shaxsni identifikatsiya qilish raqamlari berilgan yoki pasport seriya ma'lumotlarimiz berilgan. Mana shu ma'lumotlar asosida biz o'zimizni qaysi o'sha tashkilotlarni xizmatdan foydalanayotganda ular bizni o'sha ma'lumotlar asosida identifikatsiya qilishi mumkin. Davlat tashkilotlarini qaysidir, misol uchun kommunal xizmatlarmi yoki boshqa xizmatlardan foydalanayotganimizda ham aynan ushbu ma'lumotlar asosida bizani identifikatsiya qiladi. Lekin o'sha noto'g'ri bo'lib qolardi agar fuqarolarimiz o'sha ismini yoki familiyasini ham ushbu ma'lumotlar qatoriga kiritishi bu noto'g'ri. Chunki takrorlanuvchi ismlar ko'p, takrorlanuvchi familiya ko'p. Siz bilan meni ismimiz bir xil bo'lishi mumkin, lekin buni identifikatsiya qilish imkoni yo'q. Shu nuqtai nazardan. Tushunarli. Demak, mana biz hozir shaxsiy doir ma'lumotlarni bilib oldik. Ana endi mana bugungi globallashuv jarayonida, deylik, davlat tashkilotlari yoki elektron hukumat deymiz, umuman mygov.uz, umuman mana shu katta portallarda bizni jamiki ma'lumotlarimiz jamlangan portallarda, deylik, xavfsizlikni bu davlat ta'minlaydi va bunga javob beradi, to'g'rimi? Endi o'z-o'zidan savol paydo bo'ladiki, bugun biz onlayn muloqotga kirishib ketganmiz. Deylik, biznes subyektlari ham mijozlar bilan onlayn ishlashga o'tib ketishgan va o'z-o'zidan ularning har bitta ilovasi bizni o'sha ma'lumotlarimizni so'raydi. O'sha registratsiya, ro'yxatdan o'tish jarayonlarida, to'g'rimi? Endi bu o'z-o'zidan bizning ma'lumotlarimiz juda ham ko'p ilovalarda bor deganida va o'z-o'zidan savol tug'iladiki, ularda xavfsizlik qanchalik ta'minlangan va meni shaxsiy ma'lumotlarimni uzatmaslikka qanchalik kafolat berilgan degan savol paydo bo'ladi tomoshabinlarda ham. Shu joyiga qo'shimcha qilsa bo'ladi. Aynan hozir hamkasbim aytganlaridek, bizda qonun bor, ya'ni shaxsga doir ma'lumotlar to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuni bor. Ushbu qonunda agar ochib chiqib o'qiydigan bo'lsak, u yerda yozilgan, ya'ni shaxsga doir ma'lumotlar bilan ishlashga ruxsat berilgan mulkdor, ya'ni u tadbirkorlik subyekti bo'ladimi yoki boshqa tashkilot bo'ladimi, ushbu ma'lumotlar bilan ishlashda xavfsizlikni ta'minlashi, ushbu ma'lumotlarni uchinchi shaxslarga bermasligi to'g'risida bandlar bor. Bundan tashqari biz o'sha hozir kunda aytib o'tdingizki, juda ham ko'p mobil ilovalardan foydalanamiz deb aytib o'tdingiz. Aynan bizni respublikamizda amal qiladigan yoki qaysidir to'lovlarni amalga oshirish yoki qanaqadir kommunal xizmatlarni amalga oshirish bilan bog'liq mobil ilovalar hammasi O'zbekiston Respublikasi hududida joylashgan ma'lumotlarni qayta ishlash markazlari bor. Ana o'sha joyda ma'lumotlar qayta ishlanadi va saqlanadi. Bu tomoni bor. Yuqorida ham aytib o'tdim, qonunda ham yozib qo'yilgan, ya'ni O'zbekiston Respublikasining hududida shaxsga doir ma'lumotlarni saqlash va qayta ishlash to'g'risida alohida band keltirib o'tilgan. Shunda hozir tushunmay qoldimda men. Ilovalardagi o'sha so'raladigan ma'lumotlarning bazasi bittami shunda? Biz faoliyat yuritayotgan Markaziy bank, bilasiz, litsenziya taqdim etadi. Tijorat banklari, to'lov tashkilotlari, mikromoliya, lombard. Aynan mana shu tijorat banklari va to'lov tashkilotlari o'zini axborot tizimlarini, shu jumladan mobil ilovalarni ishlab chiqishda, mazkur mobil ilovalar kiber xavfsizlik talablariga muvofiqligi yuzasidan ekspertizadan o'tkazadi. Mana bu kiber xavfsizlik markazi davlat to'ntar korxonasida mana shu talablarga javob bersagina ular o'zini mobil ilovasini App Store va Play Marketda joylashtirishi mumkin. Istalgan mobil ilova haqida gap ketyaptimi bu yerda? Yo'q, aynan litsenziya asosida faoliyat yurituvchi tijorat banklari, to'lov tashkilotlari
va boshqa o'zi moliyaviy faoliyat tavakkalchilikka asoslangani uchun ko'pgina davlatlarda ham litsenziyalanadi. Litsenziyalanishi bu o'sha faoliyat nazorat qilinishini bildiradi. Va ularning bazasi bitta emas, bazasi turlicha. Aynan mana shu tijorat banklari va to'lov tashkilotlari misolida keltirsak, Markaziy bank maxsus talablari bor. Ya'ni axborot xavfsizligi va kiber xavfsizlikni ta'minlash bo'yicha nizom belgilagan. O'sha nizomda aytilganki, mana shu har bir to'lov tashkiloti va bankda axborot xavfsizligini ta'minlashga mas'ul bo'linma tuziladi va ushbu bo'linma shaxsga doir ma'lumotlar, bank sirini tashkil etuvchi ma'lumot, konfidensial ma'lumotlarni saqlanishiga va begona ruxsat etilmagan shaxslar olishiga yetarli darajada texnik va tashkiliy choralarni ko'radi. Bu to'g'risida o'z hamkasblarimiz ham qo'shimcha qilish mumkin. Shu joyda yana bitta qo'shimcha qilib aytib o'tmoqchi edim. Hozir mana hamkasbim aytib o'tdilar, o'sha bank sohasini oladigan bo'lsak, har bitta tashkilotning o'zida baza bor. Ya'ni o'sha shaxsga doir ma'lumotlarini yig'adigan, qayta ishlaydigan baza bor. Yuqoridagi qonunda ham yana alohida bitta qaytarib o'tmoqchiman, band belgilangan, ya'ni talab belgilangan. Ushbu tashkilotlar litsenziya asosida faoliyat yuritayotgan tashkilotlar o'zini o'sha ma'lumotlar bilan qayta ishlash bazalarini davlat ma'lumotlar bilan qayta ishlash bazalarida reyestrdan ro'yxatdan o'tkazishlari sharti belgilab qo'yilgan. Tushunarli. Litsenziyaga ega bo'lmagan deylik qanaqadir subyektlar, tashkilotlar ham ilovalar yaratish ehtimoli mavjudmi o'zimi amaliyotda? Ular ham keyin ma'lumotlar so'raydi-ku, to'g'rimi? Hozir litsenziyasi bor tashkilotlar haqida gap ketyapti bu yerda. Kiber xavfsizlikda shunaqa ma'lumot bormi? Marhamat. Aynan hozir mana mobil ilovalar, dasturlar va shaxsga doir ma'lumotlar himoyasi to'g'risida gap ketayotganda, avvalambor bu juda ham dolzarb muammo hozirgi kunda. Shaxsiy ma'lumotlarning himoyasi bo'yicha to'xtaladigan bo'lsak, eng birinchi, eng katta mana shu shaxsiy ma'lumotlarning o'g'irlanishiga sabab bo'ladigan eng katta omil bu inson faktori, ya'ni inson omili hisoblanadi. Hozirgi kunda mana statistika bo'yicha keltiradigan bo'lsak, oxirgi 2 yillikda 80% dan ortiq ma'lumotlarni raqamlashtirilganini kuzatish mumkin. Bu degani mana shu bizning shaxsiy ma'lumotlarni o'g'irlanishiga fuqarolarning kiber xavfsizlik bo'yicha yetarli, ya'ni kiber madaniyat bo'yicha yetarli ko'nikmalarga ega emasligini keltirishimiz mumkin. Demak, aynan mobil ilovalarga to'xtaladigan bo'lsak, ularni bizning kiber xavfsizlik markazi davlat yuntar korxonasi tomonidan mobil ilovalar ishlab chiqilgandan keyin ekspertizadan sertifikatsiyadan o'tkaziladi. 2024-yil mobaynida 122 ta davlat tashkiloti demak axborot tizimlari sertifikatsiyadan o'tkazilmaganligi kuzatilgan. Bu o'rganishlar davomida olib borilgan statistikadan kelib chiqib aytilgan. Demak, bu degani masalan fuqarolar shunaqa murojaat qilgan davlat tashkilotlariga, ya'ni foydalanuvchilar murojaat qilgan Play Marketdan yoki App Storedan yoki ma'lumotlarni, mobil ilovalarni yuklab olishadi. Lekin uni ichida o'sha mobil ilovani yuklab olganda haqiqatdan ham o'sha litsenziyalangan mobil ilovani yuklayaptimi yoki yo'qmi? Buni ular tekshirmaydi. Ya'ni hozir qanaqa tushuntirsam, masalan, mobil ilovani yuklaganda u sizga xuddi shu mobil ilovaga o'xshaydigan, yana bir xil ishlaydigan mobil ilovani taklif qiladi va fuqarolar agar buni tushunmasa, uni birgalikda o'sha virus bilan birgalikda yuklab olishi mumkin. Yoki bo'lmasa mana shu Click yoki Payme yoki shunga o'xshaydigan mobil ilovalarni yuklab olganida demak unda bilamiz, mobil ilova yuklab olgandan keyin bizda ba'zi bir funksiyalariga razрешение so'raydi, ruxsat so'raydi. Bilmasdan turib, o'qimasdan turib, masalan, kameraga yoki shaxsiy ma'lumotlarni o'qib olishini yoki tilini tushunmasa belgilab qo'ysa, demak o'sha o'zi ochib bergan bo'ladi, o'sha shaxsiy ma'lumotlarni o'g'irlanishiga o'zi yo'l ochib bergan bo'ladi. Demak, bu narsalarga fuqarolarning o'zi ko'proq e'tiborli bo'lishi kerak. Demak, yana o'sha foydalanuvchining o'zida qolyapti-da gap. Mana misol uchun Play Market yoki App Store'da deylik, o'sha siz aytgan nazoratdan o'tmaganlar ham bo'lish ehtimoli mavjud. Demak, u yerda va baribir o'sha foydalanuvchining o'zi buni nazorat qilishiga to'g'ri kelyapti. Marhamat. Yuqorida ekspertlarimiz juda ham to'g'ri fikrlar aytib o'tdilar. Ayniqsa yuridik jihatdan to'liq ta'riflarni berib o'tdilar. Lekin bitta narsani alohida ta'kidlab o'tishimiz joizki, aynan yuridik jihatdan shaxs ma'lumotlar, ya'ni shaxsni identifikatsiyalash imkoniyatiga ega bo'lgan ma'lumotlar hisoblanadi. Lekin hozirgi kunda axborot texnologiyalari inqilobi, ya'ni ijtimoiy tarmoqlar rivojlanayotgan davrda bu sizning shaxsiy suratingiz, hatto kiyimingizni o'lchamlari ham bu sizning shaxsiy ma'lumotingiz hisoblanishi mumkin. Ya'ni hozirgi kunda telefon raqamlari, o'zingiz shaxsiy hisob raqamlaringiz yoki ijtimoiy tarmoqlardagi sizning foydalanuvchi nomlari, ya'ni profil nomlari ham bu shaxsiy ma'lumot hisoblanishi mumkin.
ya'ni hozir bitta narsani fuqarolarimiz tushunishi kerakki, shaxsiy ma'lumot tushunchasi juda ham keng, ya'ni keng qamrovli. Hozir biz boya aynan pasport yoki 16 talik JSH raqamlar deb qolsak, odamlarda sal cheklov bo'lib qolishi mumkin. Ya'ni boya ekspertlarimiz aytdi, biz faqat shularni bermasak bo'ldi ekan degan. Demak, boshqa ma'lumotlarni ham malakalash mumkin shaxsga doir deb. Ha, endi bu bitta narsani alohida ta'kidlashimiz kerak. Kiber firibgarlar ma'lumotlarni internetda yig'adi. Ya'ni ma'lumotlarni parsing usulidan foydalanadi. Masalan, siz internetda agar o'zingizni Instagram ijtimoiy tarmog'ingizga qayerga borishingiz, nimalar bilan ko'proq vaqt o'tkazishingiz kabi ma'lumotlarni joylashtiradigan bo'lsangiz, ertaga firibgarlar sizda bank kartasi ma'lumotlarini so'rayotgan paytda aynan sizni qiziqishlaringizdan kelib chiqqan holda sizga yondashuv qiladi. Demak, bu ham siz shaxsiy ma'lumotingiz, sizni kiber firibgarlik qurboni bo'lib qolish uchun o'zingiz qaysidir ma'noda imkoniyat yaratib beryapti. Sizga xos bo'lgan ma'lumotlardan foydalanyapti-da. Sizga xos va mos bo'lgan ma'lumotlardan foydalanyapti. Ya'ni hech qachon kiber firibgarlar to'g'ridan to'g'ri sizga murojaat qilmaydi. Oldin sizni o'rganib, ijtimoiy tarmoqlarda social engineering degan tushuncha bor. Ya'ni u ijtimoiy tarmoqlar orqali sizdagi ochiq manbalardan siz qayerda tug'ilgan, mana ayni o'sha monitorda ham aks etyapti shunaqa holatlar. Masalan, ijtimoiy tarmoqlarda hozirgi kunda Facebookda yoki Instagramda siz qayerda tug'ilganligingiz, qayerda ko'proq vaqt o'tkazishingiz, qayerda o'qishni tamomlaganligingiz kabi muhim ma'lumotlarni ochiqchasiga joylashtirish mumkin. Qarindoshlaringiz bevosita siz qayerda tug'ilgansiz, qaysi maktabda o'qigansiz kabi muhim ma'lumotlarga ega bo'lgandan keyin sizga shunga qarab individual yondashuvni amalga oshiradi. Agar sizni farzandlaringiz bo'ladigan bo'lsa, ko'pincha firibgarlar farzandini nomidan qo'ng'iroqni amalga oshirib, ya'ni soxta qo'ng'iroqlarni amalga oshirib, qandaydir ko'ngilsiz hodisalarga ro'y berib qoldi farzandingiz, mana buncha summadaga o'tkazsangiz operatsiya o'tkazamiz yoki oxir paytda yana bitta holat keng rivojlanyapti, aynan ichki ishlar organlari xodimlari nomidan foydalangan holda. Ya'ni sizni farzandingiz avtohalokatga uchradi. Bu holatni bosti qilish uchun o'zini tanishtiradi ichki ishlar organlari xodimi sifatida. Eng qizig'i, hozir o'zimizni ichki ishlar vazirligi saytida ham barcha xodimlarni ism familiyasi, rahbar xodimlarni familiyasi yozib qo'yilgani sababli immuniy ular mashhur odamlarni foydalanib, ism familiyasidan foydalanib, unvondan foydalanib, agar siz shu summani o'tkazadigan bo'lsangiz, ma'lum bir miqdordagi summani, shundagina bu qonuniy chora ko'rishdan cheklanishimiz yoki qo'shimcha aytganda bu holatni bosti qilishimiz mumkin degan vajlar bilan ulardan pul undirib olish holatlari kuzatilyapti. Ya'ni biz faqatgina pasport ma'lumotlari emas, o'zimizni kundalik o'tkazayotgan faoliyatlarimizni ham iloji boricha ijtimoiy tarmoqlarda yoritib bormaslik, yoritib borgan taqdirda ham qaysidir ma'noda cheklovlar o'rnatish kabi faqat do'stlar yoki tanishlar foydalanadigan funksiyalardan foydalanish maqsadiga muvofiq hisoblanadi. Tushunarli. Aynan shaxsga doir ma'lumotlardan foydalanish va ya'ni so'ramasdan foydalanish yoki tarqatish masalasidagi jazo choralariga birozdan keyin to'xtalib berasiz. Endi mana hozir biz litsenziyasi mavjud mobil ilovalar, litsenziyasi mavjud bo'lmagan mobil ilovalar, uni farqlash kerakligi haqida to'xtalyapmiz. Delik, mayli, endi litsenziyasi mavjud bo'lmagan ilovalarda undan endi uni mas'uliyati faqat o'sha foydalanuvchini o'zida qolyapti. Endi uni diqqat bilan kuzatish, tahlil qilish, o'rganishga qolyapti-da endi. Litsenziyasi mavjud bo'lgan delik ilovalardan biz bemalol ishonch bilan foydalanishimiz mumkin va lekin davomiy nazorat mavjudmi? Delik, men qaysidir mobil ilovadan foydalandim, so'ralgan ma'lumotlarni kiritdim ro'yxatdan o'tkazish jarayonida va men o'sha mobil ilovadan yillar davomida foydalanib kelyapman va mening shaxsiy ma'lumotlarimni u qandaydir maqsadlarda foydalanyaptimi, birovlarga beryaptimi, yo'qmi, men buni qayerdan bilaman? Toki menga qandaydir oqibat yetib kelsagina bilamanmi yoki bu namoyon bo'lmasdan ham shunaqa holat kuzatilishi mumkinmi? Biz mobil ilovalar bo'yicha kiberxavfsizlik departamenti xodimi hisoblanamiz. Bizda shu Markaziy bank aytib o'tganlaridek, ular litsenziyaga ega bo'lish uchun avvalambor bizda kiberxavfsizlik, ya'ni talablarga muvofiqligi bo'yicha ekspertizadan xulosa olsa, keyin ular litsenziyaga ruxsat berishadi. Bizda shu ular tashkilotlarga kelishadi, shu litsenziya olmoqchi bo'lgan tashkilotlar bizdan shu axborot xavfsizligi talablariga muvofiqligi bo'yicha mobil ilovalarni ekspertizadan o'tkazamiz. Shu borada va shu mobil ilovani biz
kiber xavfsizlik talablariga muvofiqligi bo'yicha har bitta etapma etap ko'rib chiqamiz. Shunda biz zararli yoki zararsizligini aniqlab, agar zararli taraflar bo'ladigan bo'lsa, buni o'sha tashkilotga aytamiz. Ular bartaraf etishgandan so'ng oxirgi ijobiy xulosani taqdim etamiz. Qaytadan takomillashtiradi. Takomillashtiradi va oxiri ijobiy xulosani taqdim etamiz. So'ng ular Markaziy bank ularga ruxsat berishadi. Marhamat. Aynan mana shu dasturiy ta'minot borasida bitta единый yagona bo'lgan nima bor? Aqida deymiz, standart, ya'ni eng yaxshi ilova yoki dastur bu yangilanib borayotgan dastur. Hech qaysi dastur mukammal xavfsizlikka javob beradigan deb aytib bo'lmaydi. O'zgarmas emas. Chunki ertaga yangi xatarlar paydo bo'lishi mumkin. Shuning uchun e'tibor bergan bo'lsangiz, har qanday ilova ham doimo yangilanib boradi. Agar shaxsga doir ma'lumotlar tarqalishi emas, mana shu mobil ilovada biror bir xatolik yo bo'lmasa biror bir zaiflik aniqlangan bo'lsa yoki yangilik kiritilayotgan bo'lsa, mana shu mobil ilovani yangi talqini ishlab chiqiladi hamda siz o'sha bank mobil ilovasi yoki to'lov tashkilot mobil ilovasiga kirsangiz, iltimos yangilab oling deydi. U sizdan ko'p katta megabayt talab qilmaydi. Hozir internet ham ancha arzon va juda yuqori tezlikda ishlayapti. Shuning uchun doimo yangilanib borishini e'tiborga olish kerak. Siz aytgan shaxsga doir ma'lumotlarni bizga olgandan keyin boshqa maqsadlarda foydalanmaydimi? Mana shu qismida sizga ommaviy oferta taklif etiladi. Har qanday mobil ilovada ro'yxatga o'tib, o'sha litsenziya asosida faoliyat yuritadigan tashkilot mobil ilovasida. O'sha yerda foydalanish shartlarida yozilgan bo'ladi. Sizdan olinayotgan ma'lumotlarni nima maqsadda ishlatishi. Agar siz o'zingiz aniqlasangiz, masalan, sizning ma'lumotlaringiz boshqa maqsadda ishlatilayotganini siz bemalol o'sha huquqni muhofaza qiluvchi organlarga murojaat qilishingiz mumkin. Aynan nazorat qiluvchi organlar, bu nafaqat Markaziy bank, barchasi mana shu o'zini nazorat ostidagi tashkilotlari mana shu faqatgina shaxsga doir emas, balki boshqa turdagi himoyalanadigan ma'lumotlar ham bor. Nojoiz ishlatilmasligini doimo nazorat qilib boradi. Bitta misol sifatida aytaman, masalan, yuqorida aytganim axborot xavfsizligini ta'minlash xizmati bankda ham endi hamma tashkilotda bo'lganka bitta xodim bo'shadi. O'sha xodim bo'shagan kuni unga barcha tizimlarga ruxsat yopiladi. Kirish uchun ruxsat yopiladi va uni barcha uchotkalar deymiz, o'sha shaxsiy akkauntlar o'chiriladi. Yana bir e'tibor bergan bo'lsangiz, o'sha korporativ set deymiz, korporativ tarmoq ulangan tashkilotlarda ma'lumotni tashqi saqlash qurilmasiga ko'chirib olish imkoni bo'lmaydi. Yana bir muhim jihat, odamlarimiz bilishni istardik. Ya'ni ma'lumotlar bazasida ham ma'lumot doim ham ochiq holda saqlanmaydi, balki maskirovni saqlanadi. Maskirovni degani, siz she'r akkaunt 16 ta raqam bo'lsa, 10 ta raqami harflarga almashtiriladi va uni kerakli paytdagina deshifrlash, ya'ni ishodni boshlang'ich pozitsiyasiga qaytarish mumkin. Yoki yulduzcha ko'rinishidagi e'tibor bergan. Bo'lmas holatga olib kelinadi xullas. Bir qaraganda tushunib bo'lmas holatga. Shuning uchun bitta ichki ishlardan akamizning gapiga isbot sifatida haqiqatdan shaxsga doir ma'lumotlar degan faqat pasport bilan cheklanmay juda keng. Men o'zim qo'llaydigan bitta usulni tavsiya etmoqchiman. Siz biror yangi veb-saytda yoki yangi servisda ro'yxatdan o'tmoqchisiz. Agar pochta orqali ro'yxatdan o'tish imkoni bo'lsa, o'shani tanlagan ma'qul. Nimadan ko'ra, telefon raqami ko'rsatgandan ko'ra. Pochta qandaydir murakkabdek tuyuladi odamga. Urgan bo'lsangiz murakkab emas, xavfsizroqda pochta orqali. Chunki hozir bizda telefon raqamimiz bu juda ham muhim kalitga aylangan, chunki telefon raqamiga bank kartasi ulangan. Telefon raqamiga nechta servisdan foydalansangiz xabarlar kelib turadi. Shuning uchun pochta orqali o'tish tavsiya etgan bo'lardik. Telefon raqam haqida gapirilganda, u ham shaxsiy ma'lumot, telefon raqami ham deylik, men qaysidir mobil ilova yoki qo'ng'iroq qilib qaysidir onlayn magazindan deylik ro'yxatdan o'tdim va nimadir narsa buyum buyurtma qildim, oldim va umuman boshqa onlayn magazinlardan qo'ng'iroqlar boshlanadi-da. Sizga shunaqa narsa kerakmi? Shunaqa narsa buyum bor bizda, hozir aksiya ketyapti. Turli xil mavzulardagi murojaatlar boshlanadi. Raqamingiz demak ularda ham paydo bo'lishni boshlaydi-da. Aytmoqchimanki, ma'lumotlarni sotish desam qanchalik to'g'ri bo'ladi men bilmayman, lekin ma'lumotlarni uzatish bor-da. Bu masalalarni qanday o'rganish mumkin? Misol uchun deylik, ha deganda menga shunday qo'ng'iroq bo'lganda murojaat qilavermasligim mumkin. Mayli, endi ularga yo'q, menga kerak emas deb telefonni o'chirib qo'yish imkoniyati borligi uchun-da, qaysidir ma'noda. Lekin baribir bu shaxsiy ma'lumot tarqatilayotganini anglatadi-ku. To'g'rimi? Buni qandaydir himoyalash mexanizmimi,
mavjudmi agar murojaat qiladigan bo'lsa? Deylik men murojaat qildim, mendan shunaqa qo'ng'iroq bo'ldi, men raqamimni ularga bermaganman, nega menga qo'ng'iroq qiladi degan murojaat qilishim mumkinmi huquqni himoya qilish organlariga masalan? Shaxsga doir ma'lumotlar to'g'risida qonunda albatta o'sha asosiy tushunchalar ham berib o'tilgan. Shaxsga doir ma'lumotlarni berish degan tushuncha bor, shaxsga doir ma'lumotlarni tarqatish degan tushuncha bor. Har qanaqa vaziyatda shaxsga doir ma'lumotlarni subyekti, ya'ni shaxsga doir ma'lumotlarga ega bo'lgan shaxs o'sha siz aytib o'tganingizdek axborot texnologiyalaridan foydalangan holda, shu jumladan o'sha internet jahon axborot tizimidan foydalangan holda qanaqadir xizmatdan foydalangan bo'lsa, bugungi kunda mana bir qator davlat organlari tomonidan davlat xizmatlari ko'rsatiladi, tadbirkorlik subyektlaridan xizmat ko'rsatish holatlari bor. Har qanaqa vaziyatda o'sha o'ziga tegishli bo'lgan ma'lumotlarni tarqatish uni o'zini ixtiyorida bo'ladi. Chunki biz e'tibor beradigan bo'lsak, ko'p o'sha aytib o'tganingizdek mobil ilovalardan foydalangan holda bir xizmatdan foydalanmoqchi bo'lsa, so'rov yuboradi ular. Shu haqiqatda shu oddiy bir telefondan foydalangan bo'lsak, bir xizmatdan foydalangan bo'lsak ham, u yerda masalan savol beradi, siz o'sha telefoningizga bor bo'lgan ma'lumotlardan foydalanishga siz rozimisiz, qayta ishlashga rozimisiz deydi. O'sha rozilik belgisini bosgandan keyin, tasdiqlash bosgandan keyin demak o'sha subyekti, o'sha tadbirkorlik subyekti sizni shaxsiyga doir bo'lgan ma'lumotlarda ularda foydalanish imkoniyati ochiladi va keng doiradagi, nomuayyan doiradagi shaxslarga nima deydi, nima qilishga, tarqalishiga olib keladi. O'zi umuman olganda shaxsga doir ma'lumotlarni berish deganda muayyan shaxsga doir ma'lumotlarni muayyan bir shaxsga taqdim etish, bu berish hisoblanadi. Tarqatish deganda bu nomuayyan doiradagi shaxslarga taqdim etishga qaratilgan harakatlar, bu tarqatish hisoblanadi. Ya'ni ikkita yoki undan ortiq bo'lgan shaxsga tarqatish hisoblanadi. Endi buning uchun har qanaqa vaziyatda o'sha shaxsga doir ma'lumotlar to'g'risidagi qonunning o'zi bevosita eng asosiy qonunlardan bittasi bo'lib hisoblanadi bugungi kunda. Mana shu qonunda ham o'sha axborot texnologiyalaridan foydalangan holda demak mana shu shaxsga doir ma'lumotlarni foydalanayotgan paytda o'sha shaxsga doir ma'lumotlarni mulkdor yoki operator ularni xavfsizligiga ta'minlash majbur. Bu qonunda qat'iy belgilab qo'yilgan. Agar o'sha xavfsizlikni ta'minlamagan darajada ta'minlamagan bo'lgan texnologiyadan, axborot texnologiyasidan foydalangan holda o'sha subyekt o'ziga tegishli bo'lgan shaxsga doir ma'lumotlardan tarqatadigan bo'lsa, o'sha munosabatga kirishadigan bo'lsa, demak unda o'zini roziligi bildirilgan bo'ladi. Demak, o'zi rozi bo'lgan bo'ladi tarqalishga. Har qanaqa vaziyatda o'sha rozilik talab qilinadi. Endi qonunchiligimizda ham albatta rozilik talab qilinmagan holatlar ham qayd etib o'tilgan. Bu o'sha davlat xavfsizligini ta'minlash, shaxs jamiyatni xavfsizligini ta'minlash nuqtai nazaridan yoki bir jinoyatchilikka qarshi kurashda, tezkor qidiruv tadbirlarini amalga oshirishda, demak mana shu holatlarda yoki ijro ishlarini yuritishda shu shaxsiy doir ma'lumotlardan foydalanishga qonunchilik yo'l qo'yadi. Maxsus vakolatli organlar demak bundan foydalanish mumkin. Bundan tashqari mana shu shaxsga doir ma'lumotlarni tushunchasi darhaqiqat juda keng. Hozir nimada ham ko'rdik. Lekin o'zi biografik ma'lumotlar degan tushuncha ham bor. Biografik ma'lumotlar qonunchilik belgilangan, o'sha shaxsni butun bir hayotini ochib beradigan ma'lumotlar. Ya'ni o'sha ism familiyasidan tortib, uni kasbi, uni o'sha tug'ilgan joyi, ma'lumotiga oid bo'lgan qiziqishlari, shaxsiy hayot, oilaviy sirrini tashkil etuvchi ma'lumotlar, bular hammasi biografik ma'lumotga kiradi. Demak, bular masalan qonunchilikda bunga ham qaysi holatda bu ma'lumotlarni keng nomuayyan daradagi shaxslarga tarqalish berib o'tilgan. Masalan, bitta misol qiladigan bo'lsak, biron bir shaxs aytaylik saylovda qatnashishi kerak nomzod sifatida. Ana shunaqa paytda qonunchilik yo'l qo'yadi, shu biografik ma'lumotlar ham demak keng ommaga tarqatiladi. Lekin har qanaqa vaziyatda oldindan o'sha shaxsni roziligi olinishi kerak, chunki u yerdagi ma'lumotlar haqiqatga to'g'ri kelishi kerak bo'ladi. Haqiqatga to'g'ri kelmaydigan ma'lumotlar tarqatiladigan bo'lsa, o'sha ma'lumotlarni shaxsiy doir ma'lumotlar subyekti o'sha kunni o'zida o'sha mulkdorga yoki operatorga ma'lum qilish kerak, o'sha kunni o'zida buni to'g'rilash kerak bo'ladi. Bu qonunchilikda belgilab qo'yilgan asosiy talab hisoblanadi. Tushunarli. Bir oqibatlar haqida ham gaplashaylik. Men hozir bir ma'lumotga ko'zim tushdi. 15-aprelda Oliy Majlis Qonunchilik palatasi sun'iy intellekt sohasiga oid qonun loyihasini birinchi o'qishda qabul qildi degan ma'lumotni o'qib qoldim va bir band bor ekan bu yerda. Sun'iy intellektdan foydalanish jarayonida fuqarolarning shaxsga doir ma'lumotlarini qonunga xilof tarzda qayta ishlash va tarqatishning oldini olishga qaratilgan huquqiy choralarni belgilash masalasi ham bor ekan bu ko'rib chiqilgan qonunda. Men aytmoqchimanki, oqibatlar haqida. Xo'p, deylik, bizni ma'lumotlarimizga ega bo'ldi, va ega bo'lgan ma'lumotlari orqali u nimalar qilishi mumkin? Deylik, agar mening ma'lumotlarim bo'lsa, menga zarar beradigan holatda nimalar qilishi mumkin? Oqibatlar. Marhamat. Hozir
juda ham to'g'ri savol berildi. Ya'ni shaxsiy ma'lumotlar orqali aynan shaxsi o'g'irlangan kishiga nisbatan qanday yomon oqibatlarga olib kelishi mumkin. Buni bir qancha guruhlarga bo'lishimiz mumkin. Eng asosiylaridan ikkitasini aytadigan bo'lsak, birinchisi ma'naviy ziyonlar, ikkinchisi esa moddiy ziyonlar. Ma'naviy ziyonlarga birinchi to'xtalib o'tamiz. Hozirgi kunda aynan boya bekorga sun'iy intellekt imkoniyatlaridan foydalangan holda deb jumlaga alohida urg'u bermadingiz. Chunki oxir paytda juda ham ko'p uchrayapti. Aynan boyagi oddiy rasm orqali shaxsni turli xil ko'rinishda va turli xil qiyofada tasvirlab, uni video montaj qilish, ya'ni video editing yordamida uni videolarni o'zgartirish holatlari juda ham ko'paymoqda. Aynan shu orqali fuqarolarimizda g'arazli va boshqa past niyatlarni ko'zlab, o'sha fuqarolarni ijtimoiy tarmoqlarda yoki messenjerlar tarqatib yuborish orqali qo'rqitib, ulardan pul mablag'i talab qilish holatlari ko'p uchramoqda. Ya'ni bu asosan yoshlar o'rtasida va qiz bolalar o'rtasida aynan ko'p uchramoqda. Ya'ni u o'zini ko'pincha aytadi, bitta rasmimni ijtimoiy tarmoqqa qo'ysam, nima ijtimoiy oqibat keltirib chiqaryapti degan tushuncha bor. Lekin bu hozirgi davrda juda ham xato fikr deb hisoblayman. Chunki boya ham aytib o'tdim, birgina rasmingiz orqali sizni istagan ko'yga solib, sizni ijtimoiy tarmoqlar orqali sizni sha'ningiz, qadr-qimmatingiz va ishchalik obro'yingizga putur yetkazish holatlari uchramoqda. Yo'q, lekin rasm qo'ymaslik deganda, mana baribir biz xohlaymiz yo'q, ijtimoiy tarmoq rivojlangan, biz ijtimoiy tarmoq bilan parallel yashashimiz kerak va deylik, kimnidir biznesi ko'chgan, kimnidir kasbiy faoliyati ko'chgan, umuman faoliyati ko'proq qismi ijtimoiy tarmoq bilan bevosita bog'liq bo'lgan insonlar ham bor-da endi. Va o'zidan o'sha rasm qo'ymaslikni yoki qaysidir deylik, oddiy misol, mana hozir biz ko'rsatuv yozyapmiz. Mana shu ko'rsatuv haqida men ijtimoiy tarmoqda anons berishim mumkin. O'zim rasmimni qo'yib, sizlarning rasmlaringizni qo'yib, mana biz mana shu mavzuda muhokama o'tkazyapmiz. Deylik, vaqtini aytaman, mana shu soatda ko'ring efirni deyman. Men aytmoqchimanki, buni qay darajada cheklash to'g'ri demoqchiman. Haqli fikrlarni bildiryapsiz. Hozirgi globallashuv davrida aynan shaxsni o'zini yashirib yurish imkonsiz narsa. Bu yechim emas-ku. Bu yechim emas. Lekin oxir paytda bitta narsani alohida, masalan, turli xil jurnalistlar yoki taniqli biznesmenlarni deepfake texnologiyasidan foydalanib, ularni suratlaridan masalan ma'lum bir miqdorda pul o'tkazmalarni amalga oshiryapmiz yoki xayriya qilyapmiz degan mazmundagi fake xabarlar ham ko'payib boryapti. Bu holatlarda ko'pincha bizga aloqaga chiqishyapti. Ya'ni shu holat bo'yicha ijtimoiy tarmoqlardagi deepfake xabarlar ko'payib ketyapti. Nima qilish mumkin? Biz imkon boricha mazkur xabarlarni internet tarmoqlaridan bloklatish yoki olib tashlash choralarini ko'ramiz. Bundan tashqari, ularning ma'lum bir auditoriyasi bor. Iloji boricha ularga aytamizki, raddiya berib chiqing. Ya'ni bu aynan siz emasligingizni, siz hech qanaqa fuqarolardan pul mablag'lari bermayotganligingiz yoki ulardan pul talab qilmayotganingiz bo'yicha rasmiy xabar berishini so'raymiz. Bu ham bir profilaktik chora sifatida qarashimiz mumkin mazkur holatga. Mana shaxsga doir ma'lumot, ya'ni pasport ma'lumotingiz firibgar yoki o'sha tajovuzkor deydi, yo bo'lmasa xakerlarning qo'liga tushsa nima bo'lishi mumkin? Bitta oddiy misol keltirish mumkin. Masalan, One ID tizimi bor, yagona identifikatsiya tizimi. O'sha yerda ko'pchiligimiz ro'yxatdan o'tganmiz. Agar ro'yxatdan o'tmagan bo'lsangiz, sizni pasport ma'lumotlaringizni kiritib va sizni telefoningizga ruxsati bo'lsa, telefoningizda SMS-da ola olsa, firibgar sizni nomingizdan One ID-dan ro'yxatdan o'tish mumkin. Agar o'zingiz One ID ro'yxatdan o'tgan bo'lsangiz, parolni zbros qilish mumkin. Zbros qilish uchun sizni jishchi raqamingizni va mos keluvchi telefon raqamingizni kiritadi. Unda bitta ish qoladi, sizdan yoki aldab yoki jismonan telefon olish orqali kodni olish. One ID yagona identifikatsiya tizimi O'zbekiston Respublikasini 100 ga yaqin davlat idoralari axborot tizimlarida qo'llaniladi. Ushbu One ID orqali sizni shaxsga doir ma'lumotlaringiz, MyGovga kirsangiz, qayerda ishlashingiz, o'qish ma'lumotlaringiz, oila a'zolaringiz, oylik daromadingiz, hozir hattoki mana bu sog'liq bo'yicha kasallik spravkalari ham MyGovda bor. Tasavvur qiling, firibgar shunga ega chiqdi. U bemalol sizga tahdid qilish uchun ham yetarlicha ma'lumotga ega bo'ladi. Lekin oxirgi bosqich bor edi bu yerda, o'sha telefonga keladigan parol kod. Biz o'ylaganchalik qiyin emas SMS-ni olib olish. SMS-ni olib olish yo'li bor deyman. Bir necha usullar bor. Akamiz aytdilar, o'sha phishing orqali ham olish mumkin. Sizga oddiygina bitta forma qilinadi. Masalan, ma'lumotlaringizni kiriting deydi. Kiritgan ma'lumotlarni tasdiqlash uchun SMS boradi, SMS-da aytib yuboring deydi.
o'sha yuboriladigan SMS borgunicha u sizni JSHIR va telefon raqamingizni One ID'da parolni sbros qilishga kiritib qo'ygan. Siz o'sha kelgan SMSda raqamlarni bersangiz bo'ldi. Sizga yangi parol keladi, yangi parolda ham yangi SMS ko'rsatilgan parolni bersangiz bo'ldi. Sizni One ID kabinetingiz firibgarga o'tdi. Hozir shunchalik oson tuyulyapti-ku, shunchalik xavotir paydo bo'lyapti kishida. Yana zararli ilova bor, ko'pchilik xabari bor. O'sha telefonlarda, ayniqsa Android mobil operatsion tizimida ishlaydigan zararli ilova o'rnatilsa ham, uni qobiliyati shundaki, internetga ulangan telefon qurilmasidagi nafaqat SMS, galereya ma'lumotlari, bank o'sha telefonda o'rnatilgan ilovalar ro'yxati, geolokatsiyasi barchasini firibgarga masofadan uzatib turadi. Ya'ni SMS so'rab o'tirishga ham hojat qolmaydi agar zararli ilova telefoningizda bo'lsa. Yani oxirgi paytda fuqarolar bizga murojaat qilgan paytda menga hech kim qo'ng'iroq qilgani yo'q, men hech kimga SMS xabar berganim yo'q degan vajlar ko'rsatishadi. Keyin ular bilan o'sha telefon qurilmasi ko'zdan kechirilganda ular oldinroq o'sha phishing qurboniga aylanib qolgan bo'ladi. Ya'ni oxirgi paytda ko'p tarqalyapti. Siz aynan yaqinlaringiz yoki qarindoshlaringizdan APK shaklidagi zararli dasturlar Telegram ijtimoiy tarmoq orqali ko'p kelyapti. Ya'ni siz ishonasiz, ya'ni MIPdan yoki soliq ilovasi, siz rasmingiz tarqalib ketdi yoki videodagi sizmisiz? Ha, bu videodagi sizmisiz turli ko'rinishda bo'lishi mumkin. Ularni hozir aynan sanab o'tish hojati yo'q. Lekin ulardagi amalga oshiriladigan algoritm va ishlash tartibi deyarli bir xil. Ya'ni siz o'sha qurilmani telefon xotirasiga o'rnatgan paytingizda boya aytib o'tdilar, telefondagi deyarli asosiy boshqaruv huquqlarini qo'lga kiritib oladi. Ya'ni u holatda sizdan SMS xabarini aytish yoki aynan ular qo'ng'iroqqa javob berish talab etilmaydi. Bu juda ham oson yo'li, ya'ni ular uchun. Ular uchun. Hozir menda paydo bo'lyaptiki, shunaqa xayol, demak biz hech qanday himoyaga ega emasmiz degan qo'rquv paydo bo'lyapti. Eng o'sha yomon oqibatlari haqida gaplashyapmiz, lekin buni yuzaga kelish sabablari haqida hech kim gapirmayapti. Nimaga bu shu darajaga yetib keldi degan savol bor-da. Buni hammasini boshida bizning raqamli moliyaviy savodxonlik degan tushunchalarimiz bor. Va uning o'sha narsa yetib turibdi. Ya'ni fuqarolarimizda, bizda ham, sizda ham yoki qarindoshlarimizda ham aynan raqamli moliyaviy savodxonlik darajamizni kamligi. Ya'ni bugungi zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish bo'yicha yetarli darajada ko'nikmalarimizda yo'qligi, bizga o'sha ixtiyoriy o'sha firibgar bizga telefon qilib ijtimoiy injiniring usullarini qo'llagan holda o'zini bank xodimi deb tanishtiradimi yoki huquqni muhofaza qiluvchi organi deb tanishtirib bizga turli xil vajlarni keltirganda biz o'shani qanchalik haqiqatga to'g'riligini tekshirmasdan turib ushbu holatga, ya'ni o'zimizni o'sha reaksiyamizni bildirib ushbu firibgarning o'zidan yordam so'rashimiz bu o'sha aynan bizda shu holatga qarshi immunitetimiz yo'qligidan darak beryapti-da. Ya'ni aytadigan bo'lsak, sohaga mas'ul, shu ishga mas'ul tashkilotlarning ham targ'ibot kamdir balki. Yo'q, targ'ibot masalasida hozir sizga bu narsani aytaman, qarang, targ'ibot masalasini biz bir 4 yildan beri yolg'on bo'lmasa shu soha bo'yicha, shu firibgarlikni oldini olish bo'yicha faqat bu ko'rsatuvda emas, turli ko'rsatuvlarda bot faqat bir xil narsa haqida gapiryapmiz. Ya'ni fuqarolarimizni raqamli moliyaviy savodxonligini ko'tarish. Ularda shu narsani yetishtirish. Keling, men sizga bitta boshqacha narsani aytib o'taman. Bu narsa bizdan oldin Yevropa davlatlarida ham bo'lgan. Ya'ni shu turdagi firibgarliklar boshqa davlatlarda ham bo'lgan. Nimaga endi aynan esenga, ya'ni o'sha bizning davlatlarga bu narsa ko'chdi, Yevropada bu narsa kamaydi, Yevropa davlatlarida. Chunki u yoqda ham bu bizga o'xshagan muammolar bo'lgan, davlat tomonidan o'sha targ'ibot ishlari o'tkazilgan, fuqarolarda immunitet shakllangan. Biz boya yuqorida ham aytib o'tdilar, kiber madaniyat tushunchasini gapirib o'tdilar, kiber immunitet tushunchasini gapirib o'tdilar. Ya'ni bizda ham hozir shu jarayon ketyapti. Fuqarolarimizda aynan kiber madaniyat, kiber immunitetni ko'tarish bo'yicha targ'ibot ishlari har doim nima deydi, hozir muntazam ravishda amalga oshiriladi. Chunki bu hozir respublika miqyosida olib qaraganda nima deydi, bitta global muammolardan bittasi hisoblanadi. Chunki istalgan firibgar istalgan fuqaroga telefon qilib, aynan immuniteti, ya'ni bilimi yo'q bo'lgan fuqaroga telefon qilganda oddiy vajlarni keltirib, ozgina muhandislikni ishlatsa, fuqarolarimiz o'zini shaxsiy ma'lumotlarini, telefon raqamiga keladigan o'sha bir martalik tasdiqlovchi kod deymizmi, yoki boshqa ma'lumotlarni ixtiyoriy ravishda berish holatlari ko'payib ketgan. Endi bularni yuzaga kelish sabablaridan ham ozgina o'zimizda ham nima deydi, ozgina o'tgan joyi bor-da. Ijtimoiy tarmoqlarda juda ham faol, ayniqsa fuqarolarimiz hozirgi kunda hamma faol. Yuqorida ham aytib o'tdingiz, hozirgi kunda hayotimizda ajralmas qismiga o'zi aylanib ulgurdi. Ertalab ko'zimizni ochishimiz bilan birinchi navbatda telefonga qaraymiz. Telegram, Instagram bor, Facebook bor, turli ijtimoiy tarmoqlar bor. Ushbu tarmoqlarda fuqarolarimiz faqat ko'ngil ochar, nima deydi, ko'ngil ochar kontentlarni ko'rish uchun foydalanib bormoqda. To'g'risini aytish kerak, bu yerda aynan davlat tashkilotlari tomonidan olib borilayotgan targ'ibotlarni
ko'rish qanchalik fuqarolarimizga ozgina zerikishdek tuyulishi mumkin. Aynan shu haqida gapirmoqchi edim. Targ'ibot samarali emasdek Yo'q, nega deganda bitta video klip ko'rdim men. Hozir davom ettirasiz fikringizni. Aynan o'sha video klipda o'sha telefon qizlayotgan telefon qo'ng'irog'i bo'ladi. Aynan shu jarayon ochib berilgan va uni yomon oqibatlarga olib kelishi ochib berilganda va ko'ruvchilar soni juda ham ko'p. Aynan o'sha holat meni ham xayolimda qolib ketgan. Yana o'sha fikrimni davom ettiradigan bo'lsam, fuqarolarimizga ham bu narsani nima deydi, tavsiya ko'rinishda etsam bo'lardi. Ya'ni mana Ichki ishlar vazirligining o'zini rasmiy Telegramda nima deydi, kanali bor. Markaziy bank rasmiy kanalimiz bor. Kiberxavfsizlik markazining ham alohida o'zining rasmiy kanallari bor. Hozirgi kunda aynan firibgarlik sohasi bo'yicha bank kartalari bilan bog'liq firibgarlik holatlari deymizmi yoki axborot va kiberxavfsizlik yo'nalishida fuqarolarimizga o'sha firibgarlar qurboniga tushmaslikni oldini olish bo'yicha tavsiyalar berib borilmoqda. Nafaqat ijtimoiy muhandislik usullaridan nima deydi, himoyalanish maqsadida mobil ilovani qanaqa tartibda yurg'izish kerak, qaysi holatlarda telefon raqamlarini kiritish kerak, kimga o'sha telefonga kelgan bir martalik tasdiqlovchi o'zi tasdiqlovchi kodni bersa bo'ladimi yo'qmi degan savolni bitta ko'taraylik. O'sha nima deydi, bank kartalarini ulangan telefon raqamlariga keladigan bir martalik tasdiqlovchi kod bu aslida himoya mexanizmi sifatida o'rnatilgan kod. Ya'ni u faqat o'sha bank kartasining egasiga boradi. Hozirgi kunda kartani o'sha SMS tagiga biz tasdiqlovchi kodni tagiga banklarda yana shu narsa yo'lga qo'yilgan, bu kodni sizdan firibgar so'raydi, hech kimga berib qo'ymang deb o'zbek va rus tillarida yozilganda fuqarolarimiz ushbu joyga ham ozgina e'tibor berishmayapti. Firibgar manipulyatsiyasi oqibatida deymizmi yoki qanaqa o'sha shok holatida deymizmi, SMSni ham hattoki oxirigacha o'qimasdan turib, nima oqibatga olib kelishini o'qimasdan turib, baralla ovozda o'sha telefon orqali o'sha 6 xonalik deymizmi yoki 8 xonalik o'sha tasdiqlovchi kodlarni, o'sha maxfiy kodlarni etish holatlari juda ham ko'p. Tushunarli. Yana bir narsa e'tibor qaratishimiz kerak edi. Mana aynan bir sohaga, tor sohaga yoki qaysidir tashkilotga tegishli bo'lgan bazaviy ish yuritish holatlari ham borda. Deylik, masalan, deylik, universitetlarni baholash tizimi bilan bog'liq o'zini deylik ma'lumotlar bazasi bor. U yerda ham o'sha talabalarni yoki o'qituvchilarning shaxsga doir ma'lumotlar saqlanadi. Undan tashqari boshqa qaysidir sohalarniki bor. Ularni ham kiber xavfsizlik bo'yicha nazorati bormi yoki unga o'sha tashkilotning o'zi mas'ulmi? Ulardagi ma'lumotlarni ham tarqalib ketish ehtimoli qanchalik bor yoki yo'q? Shu haqida ham fikr bildira olamizmi? Dastlabki maktabdan boshlanadi, hozir bog'chadan boshlanyapti. Ota-onasi haqida ma'lumot. Maktabda ham elektronlashib ketdi hozir. Maktab tizimi, unda ham baribir baholari, xulq-atvori, barcha ma'lumotlari kiritiladi. Undan keyingi bosqich mana o'rta maxsus ta'lim, oliy ta'lim tizimida, undan keyin ishga kiradi. Qanchalik bosqichi ko'paygan sari insonni taqdim etadigan shaxsiy ma'lumotlar raspilideniyasi kengayib boraveradi. Oliy ta'lim misolda olib qaraydigan bo'lsak, hozirda deyarli 2018-yildan beri oliy ta'limdagi barcha jarayonlar raqamlashgan. Misol uchun TATU misolda oladigan bo'lsak, LMS tizimida yoki barcha oliy ta'limlarda oladigan bo'lsak, XEMIS tizimida barcha o'quv jarayonlari boshqariladi. Barcha o'quv jarayonlari deganimizdan sabab talabalarni hujjat topshirishidan boshlab, demak, ularni to bitirib ketgunchaga bo'lgan jarayonlari, ularning spravkalari bo'ladimi, xulq-atvori bo'ladimi, baholari bo'ladimi, barcha ma'lumotlari o'sha tizimlarda saqlanadi. Bu barcha bu ma'lumotlar endi maxsus vakolatlar berilgan tizimda har bitta o'zini roli bo'ladi. Tizimdan foydalanayotganda talaba sifatida faoliyat olib boradi. Misol men o'qituvchi bo'lsam, o'qituvchi rolini bajaraman. Dekan rolini bajaradi, rektor rolini bajaradi. Imkoniyatlari hammada har xil. Imkoniyatlari hammada har xil. Demak, foydalanishlarni boshqarish rollar siyosati bor. Rollar siyosatida bitta rol ikkinchi rolda takrorlanishi mumkin emas. Misol uchun men o'qituvchimanmi, o'qituvchi rolini bajaraman, talabani yo'qlama qilaman, baholayman xolos. Yo talaba sifatida kirib yoki dekan sifatida kirib, ularda men faoliyat yuritishim mumkin emas. Dekan rolida o'ynaydi, dekan rolida bo'ladi. O'sha talabalar baholarini shakllantirish, nazoratlar shakllantirish, u o'qituvchi rolida kirib meni nomimdan yo'qlama qilish yoki boshqa narsa huquqiga ega emas. Yoki siz qo'ygan ma'lumotlarni tahrirlash huquqiga ega emas. Huquqiga ega emas. Uni men xabarim bo'lishi kerak. Mana shunday jihatdan bu yerda albatta har bitta tashkilotda demak kiber xavfsizlik siyosati bo'ladi. Albatta bu narsaga qachon amal qilinadi? Tashkilotga ishga kirayotgan har bitta shaxs
mehnat shartnomasi tuzadi. Mehnat shartnomasini tarkibida albatta tashkilotdagi mana shunday xavfsizlik qoidalariga rioya qilaman degan joyga ham qo'l qo'yadi. Agar buni buzadigan bo'lsa, bevosita mehnat shartnomasini bandlarini buzgan hisoblanadi. Bizlar avval aytib o'tilgandek, SMS-ni oxirigacha o'qimaymiz va shartnomalarni oxirigacha o'qimaymiz. Va shu sababli bizlar har bir narsaga rozi bo'lganimiz sababli bizlarning ma'lumotlarimiz chiqib ketyapti. Va bizlar buni oldini olishimiz uchun har bir ma'lumotlarimizni o'zimiz himoya qilishimiz kerak. Barchamiz o'zimizning qo'limizda, ya'ni faqat davlatga buni va kiberxavfsizlik xodimlariga to'ngash yaxshi emas. Barchamiz o'zimiz bo'ynimizga olib, xavfsizliklarimiz, profil rasmlarimiz, hatto ism familiyalarimiz ham iloji boricha xavfsiz holda saqlashimiz kerak deb o'ylayman. Yo, qanday xavfsizlik saqlash kerakligi haqida yana yuqoridagi tushunchada bizda shu masalada bilim baribir kamlik qilyapti-da. Biz o'zi deylik, men shaxsiy sahifamda yoki akkauntimda, profilimda ma'lumotlarimni xavfsiz saqlayapmanmi yoki yo'q, o'zi shuni ham bilmayman-da. To'g'rimi? Bu ham bitta muammo o'zi aslida. Xavf saqlash kerak. Har bitta joyda e'tiborli, har bir qatorda e'tiborli bilan o'qib chiqish kerak. Masalan, shartnoma bo'ladimi, yoki SMS bo'ladimi va iloji boricha o'zimiz telefonimizdagi parollarimizni ham birovga aytmasligimiz kerak. Ya'ni boshqa odamga, notanish odamlarga aytmasligimiz kerak deb o'ylayman. Shu joyimda qo'shimcha qilmoqchiman. To'g'ri aytib o'tdilar, ya'niki o'zingizdan boshqa hech kimga parollaringizni bermasligingiz kerak. Ya'ni 4 talik, 8 talik parollar bu juda ham zaif deb o'ylayman. Men misol uchun kamida 12 talik parol qo'yaman, chunki nimaga buni buzish juda ham ko'p vaqt ketadi va juda ham qiyin. Va turli xil katta-kichik harflar, dasturlarda aytib o'tiladi, katta-kichik harflar kiriting deb. Albatta shunday qilib, misol uchun barcha parollarni o'zingiz saqlab olishingiz kerak. Bilasizmi, qanaqadir o'sha murakkab parollar bilan yurish, deylik telefonni bosh sahifasini ochirish bilan bog'liqmi bu yoki qandaydir mobil ilovalar bilan bog'liqmi? Murakkab parollar bilan yurish menga qandaydir noqulaylik tug'diradi. Shuning uchun ishonchli joyga saqlab qo'yish kerak. Bir marta siz kirgandan keyin kabinetga o'sha parol saqlanadi. Siz web orqali kiradiganda har safar parol so'rash mumkin. Aynan parollar xavfsizligi bo'yicha men tavsiya etgan bo'lardim. Shaxsan brauzerda inkognito oynasi bor, ya'ni o'sha parollarni saqlamaydigan va brauzer tarixini saqlamaydigan oynasidan foydalanishdi. Nega desangiz, ko'pchiligimiz ko'rganmiz, ayniqsa yosh katta odamlar ham veb saytlarga kirishadi, ro'yxatdan o'tishadi, qulaylik qilyapman deb saqlanit parolni bosib ketaverishadi. Bu kompyuterga boshqa odam ham o'tirishi mumkin. Masalan, ishxonadagi kompyuterlar misolida yoki noutbugingdan 5 daqiqaga foydalanaydi, sizni brauzeringdagi o'sha parollarni o'ziga nusxa olishi mumkin. Umuman olganda 2 bosqichli autentifikatsiyani yoqib qo'yish ancha xavfsiz hisoblanadi. Ayniqsa bu Telegram messenjeriga ham tegishli. Chunki hujumga o'tish usuli mana shu Telegramda ham juda avj olgan. Bu ijtimoiy tarmoqlar faqat reklama qilsa, aynan hujumga o'tish yo'li endi tunnellar deb tasavvur qilsak, Telegram orqali ko'p bo'lyapti. Bitta narsani inobatga olish kerak. An'anaviy dunyo bilan o'sha kibermakon, ya'ni raqamli dunyo farqi. Raqamli dunyoda anonimlik kuchli. Ya'ni siz bilan rostdan Bobur gaplashyaptimi, yo'qmi? Mana hozir bilib turasiz. Virtual muhitda bilmaysiz. Shuning uchun bitta shaxsiy fikrimni aytmoqchi edim. Odamlar bunaqa kontentlar aql o'rgatyapti, bu juda zerikarli deb o'tkazib yuboradi, chunki miyamizda ijtimoiy tarmoqlar sozlab qo'ydi faqat kulguli kontent, hayratlanarli kontentga. Odamlarga aytgan bo'lardim, men hozir kartada pulni o'g'irlatib qo'yaman-da, borib bankka jalba qilaman, ozgina balki dodvoy solarman va ular qaytarib beradi deb o'ylashmasin, chunki ular ham, bank ham tijorat tashkiloti o'sha pul o'tkazmasini o'zingiz amalga oshirganingiz, sizga tasdiqlash kodi kelganini, kiritilganligini tasdiqlab beradi. Va uni oxirida yakunda siz o'zingiz amalga oshirgan bo'lib chiqasiz. Bitta misol, telefoningiz chuqurga tushib ketdi. Favqulodda vaziyatlar vazirligiga chaqiradi, telefonni olib berdingiz. Bu holat an'anaviy dunyoda sodir bo'lyapti. Raqamli dunyoda men pulimni yo'qotib qo'ydim, topib ber desangiz, raqamli dunyoda eshiklar juda ko'p. Qaysi eshikdan chiqib ketishini bilmaysiz. Va o'zingiz ham ko'rsata olmaysiz uni. Endi vaqtimiz juda ham kam qoldi. Qanday jazo turlari bor o'sha shaxsga doir ma'lumotlarni tarqatganlik masalasida? Mazkur turdagi jinoyatlarni sodir etganligi uchun jarima jazosi qo'llanilishi mumkin. Bundan tashqari, mazkur turdagi jinoyatlarning ko'lamiga qarab, agar ma'muriy bo'lsa, ma'muriy javoblar to'g'risida kodeksda belgilangan jazo choralari, agar bu holat takrorlangan yoki og'irlashtiruvchi holatlarni
inobatga olgan holda O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksida belgilangan jazo choralarini ko'rish mumkin. Rahmat deymiz ekspertlarimizga bildirilgan fikrlar uchun, taqdim etilgan javoblar uchun. Hurmatli tomoshabinlar, siz O'zbekiston telekanalida Munosabat ko'rsatuvining navbatdagi sonini tomosha qildingiz. Bee'tibor bo'lmang deymiz. Bugun aytilgan fikrlar siz uchun juda ham kerakli, hayotingiz davomida, faoliyatingiz davomida asqotadigan ma'lumotlarni berishga harakat qildik va bu fikrlarga siz o'ylaymizki, bee'tibor bo'lmaysiz. Ko'rishguncha xayr, omon bo'ling.